Xudo, o'zingga shukr, shu insonni jo'natganinga shukr. Bismillahirrohmanirrohim. Kimdir bormi? Arzimagan pulimiz bor. Parazitda qilib bolaringizga yedirib turasiz-ku. Ya Allah, menga pul kerak Yo'q, emas. Shu bolaga beringlar shu pulni. Shu bola katta yigit bo'lib, ota-onalarini hajlarga jo'natsin. Albasan. Katta yigit bo'lgin. Ey Allohim, shu bolaga shifo bergin. Amin. Parvardigorim, ey Amin. Allohim, parvardigorim. Amin. Men sizdan duo so'radim, ona. Onalarning duosi ijobat. 100% duo taqdirlarni o'zgartiradi. Undan ham ta'sirlanib so'raganim sizniki 100% o'tadi, sababi 3 nafar yetim qolgan bolani voyaga yetkazib juda ham og'ir sharoitda katta qilyapsiz. Sizning duoyingiz barcha onajonlarning duosidan ham birinchi o'rinda Alloh qabul qiladi. Shunday qilsin, ey parvardigorim. Alloh qabul qilgani uchun biz sizning oldingizga keldik, ona. Alloh bizni jo'natdi, xolos biz sababchimiz. Siz Allohdan so'rang. Alloh xohlasa mana shu videoni oldidan chiqqan har bitta insonni qalbiga soladi. Aktiv bo'ladi, ehson qiladi, duo qiladi. Allohdan so'rash kerak. Qolgani bekor.